Assalomu alaykum yurtdoshlar. Men navbatdagi darvozamiz ustanov jarayoni tugatdik. Sizlarga qisqacha bo'lsa ham tanishtirib o'tamiz. Navbatdagi darvozamiz shtampovka variantdagi darvozamiz bir qavatli eng full materiallardan tayyor bo'lgan. Profillari ham brut stenida, listlari ham brut stenida bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Ideal holatda chiqqan sifat kasifalari ham. Bu darvozamizga qo'shimcha detallar ishlatib, eng full variantda qilib tayyor qilib berganmiz. Oldi ko'rinishdan 2 qavatli variantga o'xshaydi, lekin orqa ko'rinishdan 1 qavatli variantda bo'lgan. Listalar cho'ktirilgan holatda bosilgan. Kraskalari ham avtomobil Devo kraska bo'ladi. Kraskadan oldin обязательно gruntovkalarni ham sepib, ideal holatda tayyor qilib berganmiz bu darvozamizni. Bu darvozamizni farg'ona Quvasoyga o'rnatganmiz, Quvaga. Zamok ochilib yopilishlari ham ko'rishingiz mumkin, yengil holatda bo'lgan. Kimgaki shunaqangi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Telefon raqamlarini video ustiga qoldiramiz. Xo'p, darvozamizni orqa ko'rinishini ham sizlarga qisqacha bo'lsa ham tanishtirib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin, orqa ko'rinishi ham ideal holatda tayyor bo'lgan. Bemalol murojaat qilaverasizlar.